Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa sizlarga toyni zo'rini chiqazdik. Xudo xolasa buni narxi kelishtirib aytamiz. Oxirgacha ko'rsalaring narxini aytib o'tib ketamiz. Buni bo'yi 1.60 plus xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi Salom aka necha pul aytamiz buni narxini? 32 kami bor. 32 kami bor ekan. Kelishib yana Salom polvondan chiqqan xudo xolasa. Yana kelishtiriladigan joy. Yoshi 2 yoshar a? Yoshi 2 yosh. Yoshi 1.60 chiqadi. O'lchamaganmiz. Bo'yi 1.60. Gap bo'lishi mumkin. Bichimlari zo'r, oyoq qo'llari sog'lom, tepish, tishlash, to'nqish, hech qanaqa qilig'i yo'q, mingi bo'lgan. Hozir mingisini qo'yib ketamiz videoning orasida, xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa ko'rib ot bichimlarini, turishlari qilig'i yo'q bu ishim. Aka buni liniyasi qanaqa liniyasi? Liniyasi toza. O'zi uloqqa chopgan otni bolasi. Xudo xolasa o'zi ham chopadi, yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa. Tarbiya qilsa bo'ldi. Tarbiya qilsa bo'ldi. Sal tarbiyasi keltirib qo'ysalaring, lekin otni zo'r, toyda zo'r. Oyoq qo'llari sog'lom, pishiklari yo'q, hech qanaqa. Sal aka yurgizib qo'yasiz endi nariga qaratib. Gap bo'lishi mumkin emas toyda. Mashalloh deb qo'yaverasiz.